Assalomu alaykum barchaga. Ko'pchilik so'ragan mana shu Instagram posti, ya'ni rasm joylasak, orqa foniga musiqani qanday qo'yamiz degan savollariga javob beramiz. Qanday bo'ladi u? Mana bu rasm. Yo'q, mag'zum emasman. Mag'zum emasman, alhamdulillah. Lekin oxirgi paytda Xudodan so'rayotgan duoyim bor. Shu duoyim sizlarga. Birinchi bo'lib Instagramga post joylab olishimiz kerak. Buning uchun mana bu chap burchakdagi plyusni bosib turib, publikatsiyani tanlaymiz-da. Va galereyamizda o'zimizga kerak bo'lgan rasmlarni tanlab olamiz. Buni bosib turib Viberatda bossanglar, yana qo'shimcha rasmlar qo'shishingiz mumkin. Mana biz rasmlarni oldik. Keyin yana bitta daleni bosamiz va buni joylaymiz. Mana Instagramimizga rasmlarimizni yuklab oldik. Mana hozir uni orqa fonida hech qanday musiqa yo'q. Endi mana bu yerda o'ng tarafdagi 3 nuqtachani bosamizda redaktorga kiramiz. Bu yerga kirganimizdan so'ng mana bu yerda o'zingiz nikingiz yozilgan tagida mana значок добавить значок turibdi. Shu joyni bosamiz. Добавить muzikani bosamiz. O'zimizga yoqqan musiqani orqa foniga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Sening ishqingda ana keldi yangi kun. Do'stlar sen hayotimning mazmunisi. Xo'sh, menga Shahzoda yoqadi. Shuning uchun Shahzodani shu qo'shig'ini tanladim. Gatova qilamiz. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni berishda davom etamiz.